Ma'mur opa, biz sizni Toshkentda tug'ilganingizni bilamiz. Birinchi ko'rganimda bola vaqtlarimni dedi. Sizni ekran orqali ko'rgandim va hozir ko'rishganimda o'sha Ma'mur Ergashev aytsam, vaqtim yo'q dedi. Qarishga vaqtim yo'q. Qarishga iloyim vaqtingiz bo'lmadi. Rahmat jonim. Aynan mana shu joylarni o'ziga kelganda odamning hissiyoti qaytadan uyg'onadi, qaytadan tug'iladi, qaytadan yashashni boshlaydi deyshadi. To'g'ri. Men o'zim ham hayajondaman, chunki anchadan bir bu yoqqa kelmaganman. Necha yoshingizda ketgansiz? Men 17 yoshimda ketganmiz biz. 56 yil. 50 yildan oshibdi-da. 17 yoshda ketgan ekanman, qarang. Bizda bir gap bor-ku, kindik qoni to'kilgan deb. Uyda tug'ilganman. Qo'rxonada emas. Aynan. Men mana shu hozir ko'rsataman. Bizani uyimizni. Shaxsan mana shu uyda tug'ilganman men. To hali dadam rahmatli skoriy chaqiraman deb, skoriy ham bilasizmi, o'sha bajarniy bo'lardi, ko'cha tomonda, boshida. To haligi skoriy chaqirguncha shunda men tug'ilganman deb, onam rahmatli dediki, voy deydi. Sen hech meni qiynamagansan. Shunaqa oson tuqqanman seni. Keyin skoriy kelganda, "Ребенок здоров, mamaша здорова" degan. Shu bilan bo'lib ketganda men qolganman. U paytlar haligi doyali bo'lardi ayollarda. Shunaqa bir chiroyli, nuroniy bir ayol mana shu haligi qabul qilganda, hali mana shu katta bo'lganimda ham eslaganman o'sha ayolni. To'g'ri. Bugun juda ham hayajondaman, chunki bilasizmi, birinchidan hamma narsa o'zgaribdi. Lekin xotiralaringizda o'sha nimaga xotiralarimda bilasizmi, shunda nima desam bo'ladi? Shunda haligi hamma xotiralar shundoq chiqdi-da hozir. Mana shu hovli bizniki edi. Men yoqqa turib, Yulduz men bu tomonim yaxshi tushadi. Bubam rahmatlini quloq qilganda, Bo'stonliq rayonida Chimboyli degan anaqa bor, qishloq bor. U Chimboylidan juda katta taniqli insonlar chiqqan. Mana Faxriddin aka Umarov ham o'shadan. Mana onam, bu ham hammasini aytmoqchimanki, juda ham taniqli insonlar o'shadan chiqqan. O'sha shu taxminan 30-yillik bo'lsa kerak. Bizani quloq qilib, hamma narsamizni musodara qilib, keyin bubam rahmatli Toshkentga kelganlarda, uy quraman deb shunda fundamentini qurganlarda, bubam rahmatli. O'sha paytda banditlar o'sha uyga kirib, o'g'irlab, bir narsani o'g'irlamoqchi edi. Bubam rahmatli uyg'otib, banditlarni orqasidan yugurib, bubam rahmatlini bilib otib tashlagan. Shundan keyin biza mana shu uy o'zi xolamning uyi edi. Xolam bu yoqqa tushgan edi. Hammamiz kim bu yoqqa keldik. Shu bilan mana shu yerda keyin men tug'ilib, shu yerdan ulg'ayib, 17 yoshimda ketganman. Qarang, men aytamanki, bir g'alati yana bilasizmi nima? Tog'amiz Bum rahmatlini o'g'illari 20 yoshda urushga ketganlarda, mana shu yerda skameyka qo'yib qo'yardilar Bum rahmatli. 9-oyda har yili kutardilar. Bo'lmasam qora xat kelgan edi. Keling shu o'rindiqda o'sha xotiralarni eslab gaplashamiz. Keling, shu bilan qarang, qora xatni kelganda opam rahmatli etmaganlar-da bunga. Shu bilan har yil kutardilar. Oilada ikkita farzand bo'lgan ekansizlar? Bizda ikkita farzand. Onam rahmatli gastro yurib, shu bizani boqaman deb bu yerda xolamga qarardilar, o'g'illarga qarardilar. Ikkita bola, Bum rahmatli. Shu bilan o'zimga kelib oling. Men juda ham sho'x edim. Mana shu yerda ariq bo'lardi, katta ariqda. O'sha ariqda bir ikki marta cho'kib ketganman-da yoshlik paytimda. Keyin o'sha yerda hovliga biz kirmadik. O'sha hovlida Bum rahmatli meni bog'lab qo'yardilar. To'polon qilib urganingizda daraxtga. Oqib ketmasin deb. Yo'q, chunki men ish qilishga bermasdim-da Bum rahmatlini. Bermasdim-da, shunda o'g'irsa men o'sha anaqadaman. Haligi nima deydi, boshqa mahalladaman. Juda ham sho'x edim-da. Bir mahal opam rahmatli anaqadan kelganlar-da, gastrollardan. Meni ko'rib yig'laganlar, "Oyi, men shular deb ishlabman, shular deb men bularni shuncha qiyinchilik ko'rib anaqa yuribman, siz meni qizimni bog'lab qo'yibsiz" deb opam yig'laganlar. Onangizlar 50 yildan oshiq kichkina muddat emas-da. Bir inson umri yo yetyapti, yo yetmayapti. To'g'ri. Kelib o'rindiq bor edi, buvim kutardi dedingiz. Bu tasvirlar faqat sizning xotiralaringizda qolgan. Biz masalan bilmaymiz, chunki hozir o'rindiq boshqa joyda, yo'l yuzida. So'ramoqchi bo'lganim, Ma'mur opa, nimasi bilan qadrli shu qadar, masalan 50 yildan oshgan ketganingizga, lekin kelganingizda yana o'sha hissiyotlar uyg'onib, ruhiyat bir boshqacha bir nimaga
bilasizmi uyg'onadi. biz shunaqa muhitda katta bo'lganmiz. Odamgarchilik, bir-biriga munosabat, keyin bir oqibat, iymon, keyin bir qo'shnichilik, bilasizmi bir-biriga yordam bergan, hattoki bir tuzi bo'lmasa kirib olishardi yoki bizni misol bilan biz kirib olardik. Hamma eshiklarimiz ochiq bo'lardi o'sha paytda. Hech kim aniki eshikni bekitib mana qilmasdi. Domofon ham yoki narsa yo'q edi. Xullas hammasi ochiq edi, hammasi kirib chiqib, hammasi bilan biz haligi dardini olib, misol uchun to'y bo'lsa to'yga birga borardik. Bular o'tkazardi yoki bir yomon kunlarda bo'lsa ham hamma bir deyarli bir katta mahalla bo'lardi-da. Haqiqatan ham mahalla, chunki mana shu qiyinchi paytlarda ham bular kelib yordam berib, bir-biriga haligi mehmon bo'lib, bir-birini uyidan xabar olib, mana shunaqa muhitda biz katta bo'lganmiz. San'atkorlarni oilasida tug'ilganman. Dadam rahmatli mana xalq hofizi bo'lganlar Zokirjon Ergashev. Juda ham taniqli, ovozlari juda ham shira. Ergashev Yo'ldoshev bilan ham nafas bo'lib ashula aytishardi. Mukarram pomni bilan hammasi birga filarmoniyada ishlarishdi. O'sha yerda tanishgan dadam rahmatli Marg'ilondan kelib, Bo'stonlikni qizini olamanmi deb hazil qiladilar. Dadam rahmatli. Shu bilan mana shunaqa muhitda men katta bo'lganman-da, keyin mana shu uyni kimli ko'rmagan. Tavakkal aka kelsa Farg'onadan, Faxriddin Umarov, bu yoqda Jo'raxon Sultanov, Mamrijon Uzoqov, Muhammadjon Mirzayev, keyin Jo'rabek Murodov, Mukarram Turg'unboyeva, butun Bahor ansamblini qizlari, sozandalari, butun filarmoniyada Botir aka Zakirov. Men aytamanki, bu uyda kimli bo'lmagan. Bilasizmi? Kimlar qadam yetmagandek. Albatta. Mana shu o'ylaymanki, hamma mana shu san'atkorlar shu yerda bo'lgan. Mana shu muhitda men katta bo'lganman-da, o'shaning uchun onam rahmatli. Endi baribir sen san'atkor bo'lasan, lekin men shifokor bo'laman deb yana shunaqa niyatim bor edi. Nimaga deng? Chunki o'sha paytda bizda pediatr degan bitta Albina opa degan doktor bo'lardi-da. Juda ham yaxshi ko'rardim men. Bilasizmi, mana shu o'sha paytlarda mana shifokorlar uyma-uy yurib tekshirardi. Sog'misan, haligi anaqamisan deb xabar olib yurishardi. O'shani ko'rib men havas qilganman-da, yo'q keyin san'at tortib ketdi baribir. Chet tillari universitetida ham o'qigansiz. Chet tillarni universitetida keyin 77-yilda men sirtdan anaqada o'qidim. 6 yoshimda meni onam rahmatli to'qimachilar saroyiga anaqa qilganlar-da, berganlar. Chunki o'zlari ham o'sha yerda qatnashib, keyin filarmoniyada ishlaganlar. Bundan oldin mana buvim rahmatli, mana onam bular qachiqi bo'lgan urush paytida. Onam rahmatli to'qimachilar anaqasida kombinatda bular parashut urushga parashut yuborishardi, to'qirdi bilan parashut. O'sha qancha haligi stanokli bo'lsa ham onam rahmatli hammasiga qarab o'ynab raqsga tushib yurardilar-da. Buvim rahmatli ham o'sha yerda ishlaganlar. Shu to'qimachilik saroyiga o'zlari ham qatnashgani uchun men ham berib, o'sha yerda Sara Mushayeva degan bir yaxshi meni ustozim bor. Endi aytmasam bo'lmaydi, chunki ilk qadamlarim o'sha Sara menga o'rgatganlar. Keyin shu Bahor valigi raqslarni ham ular biladilar, chunki o'zlari Bolshoy teatrda ishlardilar. Keyin to'qimachilik saroyida aynan katta gruppa ham bo'lardi. U katta gruppani Isaxon Oqilov bilan Margarita Oqilovalar, O'zbekiston xalq artisti. Bular er-xotin o'shani boshqarardi-da. Bular meni ko'rib, 6 yoshdaman bo'lmasam, meni bular o'zini anaqasiga katta gruppasiga ham taklif qilardi-da. Hattoki 57-yilda men o'sha 6-jahon festivaliga borganman Moskvaga. Men aytmoqchimanki, keyin borib mana keyin xoreografiyaga ketdim. Endi uni Xoreografiyada davom etamiz. Davom etamiz. Aleyküm assalom. Aleyküm assalom. Aleyküm assalom. Yaxshimisizlar?
Здравствуйте. 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 Ладно. Как вы, сударыня? Ma'mur opa, xoreografiya maktabidamiz. Sizni eng qizg'in yillaringiz kechgan va hayotingiz, umringiz, butun yillaringiz birlashgan va 11 yoshingizda kelgan joy. Mana shu birinchi bor mani qadamimni mana shu 11 yoshda Mukarram Turg'unboyeva o'zlari shunda mani qo'limni olib mana shu yoqqa olib kelganlar. Keyin mana shu hozir zalga kiramiz, men ko'rsataman mana shu zalga. Gulnora Mavayeva, O'zbekiston xalq artisti Gulnora Mavayevani qo'llariga topshirgan. Mana shu yerda ekzamen bo'lgan. Mana shu yerda shu butun haligi bizda stanok deymiz. Biz hammamiz turganmiz, yoz, qishda hammamiz 11 yosh. Где-то 30 ta 40 ta qiz turibdi. Gulnora Nizomina Mavayeva. Bular hammasi bu yoqqa chiq deb ajratib o'zini sinfiga olgan. Mana shu stanokda men turganman. Bu biz ham katta zal deymiz, eng yaxshi ko'rgan zolim mana shu yerda. Hamma gos ekzamen ham haligi mana 69-yilda gos ekzamen mana shu yerda topshirganman. Men uchun eng muqaddas qadrli joy bu xoreografiya bo'limi yurti. Ma'mur opa, raqslarni ko'rish chiroyli. Bir ko'rganda baho berish ham oson, lekin men bu boya aytganingizdek turib shug'ullanardik dedingiz-ku. Harakatlar, oyoqlar qayrilishi, sinishi, o'sha qiyinchiliklarni ham gapirib. Mana bilasizmi, mana biz nima uchun mana shuni stanok deymiz? Bu stanok. Chunki mana bu yerda turganimizda sal haligi endi bir 11 yoshlar bo'lganimizda endi biz mana buni ushardik, keyin sekin mana bunga aniq qilib bu stanok bu bejiz emas. Har qanday ham haligi рабочий stanokka haligi tepasida ishlab haligi aniq qilib mehnatini mana shu yerda biz ham o'zimizni faoliyatimizni mana shu stanok bilan ushlab 7 yil mana shuni men qo'yib yubormaganman. Mana shu yerda biz o'qib, keyin qiynalib, shuncha vaqtimizni ketkazib, ayniqsa kuchimizni ketkazib, chunki klassika bu juda ham og'ir. Umuman mana shu xoreografiyada o'qish juda ham oson emas edi. Chunki biz ham народно характерно-сценический darsimiz bo'lardi, klassika darsi. Mani yutug'im shunda bo'ldiki, men klassический отделениeni tugatganman. Men o'sha Aliboy aytgandek, Gulnora Nizomina Mavayeva O'zbekiston xalq artisti hozir ham tiriklar 94 ga kirdilar, qarang. Biz borib yo'qlab turamiz. O'shalarni qo'liga tushganman men. O'shalar mana shu stanokda biz mashq qilib 1,5 soat mashq qilardik. 45 minut mana shu stanokka ushlab, keyin bizda seredina deymiz, mana shu yerda ham 45 minut, keyin народно-сценический o'zbek raqsi, keyin xarakterni men boya aytgandek, keyin umuman har kuni bizni kunimiz mana 7 da chiqib ketsam, soat 8 da boshlanardi. Biz har kuni mana shu kechgacha biz mashg'ulot bilan band bo'lardik. Canımı cenaletiye vergel, iki cihan serverin vergel, hey, köylümü kesaneti canı vergel, iki cihan serverin vergel, hey, köylümü kesaneti canı vergel, 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 köylümü kesaneti canı vergel. Gos ekzamen topshirganimdan keyin menga ikkita zaявка keldida, Alisher Novayn teatriga, ham bahorga. U payt Ibragim Musovichda главный balletmeister. Opa aytarga, "Yo'q, bu men o'zim olib kelganman. Bu meni kadrim. Bahorga keladi" deb. O'sha mana shu 69-yilda 11-iyunda biz tugatganmiz. Mana shu xoreografiya bo'limi yurtini 2 kundan keyin 13-iyunda biz o'sha Moskvaga uchib ketganmiz bahor bilan. Mana o'shandan keyin meni faoliyatim boshlangan. O'sha davrlarda sizni yoshlik paytlaringizda raqqosa bo'laman desa yoki bu raqqosa ekan desa,
doim ham to'g'ri fikrda bo'lishmagan va to'g'ri qabul qilishmagan. Ayrimlar hamma desak noto'g'ri bo'ladi. Va murakkab yo'l bo'lganda, ana shu qiyinchiliklari haqida so'ramoqchi edim. Uydagilar baribir san'at sohasida bo'lgani uchun sizni qo'llab-quvvatlashgan, rozi bo'lishgan, lekin atrofdagilar, umuman o'sha bir davralarga kirganingizda odamlarning munosabati qanday bo'lgan? Mana san'atni tanladim. Men hech qachon afsuslanmadim. Biz hech qachon yomon narsani o'ylamasdik. Biz intilardik. Misol uchun men raqqosa bo'laman dedimmi? Mukarramaga o'xshab, men onam Rahmaliga o'xshab, Klara Yusupovaga, men Gulnor Nizamnovayevaga o'xshab raqqosa bo'lamiz deb men o'zimga maqsad qo'yganman. O'sha maqsadimga men erishishim kerak edi. Men aytmoqchimanki, hech qachon biz odamlarning fikriga qaramasdik. Chunki bilasizmi, har bir sohada ham yomoni bor, ham yaxshi bor. Bu человеческий faktor deymiz. Chunki hamma bir xil emas. Hamma joyda. O'shaning uchun siz o'zingizni mana yuragingiz toza bo'lsa, o'zingizni fikringiz toza bo'lsa, to'g'ri yo'ldan yursangiz hech qachon adashmaysiz. San'atkor bo'lasizmi, yo shifokor bo'lasizmi, yo injener bo'lasizmi? O'shaning uchun men o'ylaymanki, bizning yoshlarimiz, biz hammamiz to'g'ri yo'lni tanlash kerak yoshlikdan. O'ziga maqsad qo'yish kerak. Chunki bo'lmasa orasida qoladi odamlar. Meni eng katta yutug'im bo'ldiki, meni onam ham, keyin Mukarram payam hammasi meni qo'llab-quvvatlab, mana shu yerda men o'qib, men kam bo'lmadim. Bilasizmi? Albatta qiyinchilik bo'ladi. Lekin bizani mehnatga o'rgatishdi bular. Mashg'ulot qilardik, misol uchun mana выборный bizani qilardik, keyin podyomlarni haligi harakat qilardik, butulkalarni olib, shu haligi ana qilib, butulkalarni g'ildirak qilib, ana qilib, o'zim mana shu podyomlarimizni biz ana qilardik-da, shu ko'tarish uchun. Da, haligi katta bo'lish uchun podyom. Keyin mana misol uchun biz shak deymiz. Shakka ham misol uchun biz mana 90 gradus deymiz, 180 gradusga biz olib chiqishimiz kerak. O'shaning uchun mana bu yoqqa ham oyoqlarimizni qo'yib, u naryolarga borib, o'zimizni qiynab, xullas biz faqat shu o'zimizni professiyamizga sadoqat bo'lganmiz. Ketish fikri bo'lganmi? Qachonlar? Hech qachon. Lekin bir marta mana shunaqa, mana adashmasam, mana shu zol yoki keyingi zol. Bizning sinfimiz biz juda ham sho'x edik. Men lider edim. Shunaqa sho'x edikki, hech kim bizani aniq qila olmasdi, tuta olmasdi. Lekin o'zimiz ishimiz bilardik. Keyin biz bitta bir ashula to'qqamizda, haligi anaqa to'g'risida, pedagoglar to'g'risida. Endi yaxshi o'qituvchilar to'g'risida, yomon emas. Lekin chistushki. O'shani eshitib, bular hammasi bizani razborkalar qilib, sobraniyalarni qilib, endi hammasi nimagadir mani shu men yozganman deb o'ylaganda. O'shaning uchun hamma hali anaqa kaltaklar meni boshimga singandi. Keyin o'sha paytda bizning direktorimiz Ravik Sultanovich menga qattiq gapirganda. Hech esimdan chiqmaydi. Ayerda turdim men. Men shunda turibman-da. Bu yerda samay. Nima deydi? Pozitsiyada shunda turibman, shunda haligi eshitib turibman-da gaplarni. Miq etmadim. Urishib keyin aytdimki, "Знаете, что dedim? Урочила Равик Султанович, я вам докажу, что я буду еще народной артисткой, и вам будет стыдно за ваши слова", deganman de. Keyinchalik narodniy olganimdan keyin Ravik Sultonovich qattiq ko'rmasam-chi, men bunda yerga qarardi-da. O'sha gaplari esida qolgan ekan-da. Bilasizlar, eng muhimi ustozlar zo'r edi. Mana qarang, Ro'ziya Karimova, professor, Qunduz Mirkarimova, biz hali o'zbek raqsidan o'tganlar. Lev Aleksandrovich Zas, bu Peterburgskiy shkola, klassiki. Bular o'zlari anaqada Sankt-Peterburgda ishlab, keyin bu yerda urush payti bular hammasi bu yoqqa kelgan-ku. O'sha yerda keyin bular hamma pedagoglar bizani o'zi maktabimiz Peterburgskiy shkola. Не Moskovskiy, Peterburgskiyda. O'shaning uchun biz shunaqa ta'lim olganmiz klassikada. Shunaqa pedagoglarni qo'lidan biz o'tganmiz. Keyin Grigoriy Vladimirovich Ijitskiy, Kurkman Sagatovich, Gulnor Nizamnovaeva gastrolga ketgandan keyin anaqa kirganlar, Kurkman Sagatov. Hozir mana 90 ga boryaptilar, hali ham tetiklar ishlayaptilar akademiyada. Mana shunaqa katta san'atkorlarning qo'lida biz katta bo'lganmiz, ta'lim olganmiz.
Mana shu iste'dod, mahorat ham davrga bog'liqmi? Davriga emas, odam o'ziga bog'liq. Mana misol uchun siz hamma ham yaxshi raqqosa bo'la olmaydi. Bilasizmi? Lekin hamma raqqosalar nimagadir shuni sezmaydi, bilmaydi-da. Go'yoki ular ham nimaga men zaslujniy olmaganman, nimaga men narodniy emasman. Mana palom-pistalon. Lekin o'zini bilmaydi, ko'rmaydi. Hammasi shu anaqa intiladiki, zaslujniy olsam, ko'zga ko'rinsam. Lekin hamma ham narodniy ham bo'la olmaydi. Misol uchun, mana bizning sinfimizda qizlarning ichida faqat bittaman davom ettirdim-da shu san'atda. Nechta o'qilgan shunda guruhda? Bizada gruppada shu 20tadan oshiq qizlar bor edi. Keyin men 1 yil shu klassikadan 1 yil keyin sakrab anaqaga o'tganman. Народный klassический, chunki men tezroq chiqishim uchun 7 yil o'shaning uchun o'qidim. Bo'lmasa 8 yil o'qishim kerak edi. O'sha men o'tgan народный scenический anaqasiga, gruppaga народный. O'shada Qodir Mo'minov xalq artisti bo'ldi. Qodir Mo'minov biza birga meni partnyorim bo'lgan. Sizni san'atingizga, sizni raqslaringizga, sahnalashtirgan hatto o'sha sahnadagi raqslaringizga ham bahoni xalq berib bo'lgan allaqachonlar. Lekin sahnadagi bugungi raqslarga siz qanday baho berasiz? Bizni mana vaqtimizda shunaqa ketma-ket zo'r raqqosalar bo'lib o'tgan. Chunki munosabat boshqacha edi. San'atga, ishingizga, fidoyilikka, qarashga, keyin jiddiy qarashga, keyin mehnat qilishga. Hozirgi bizning raqqosalarimiz show biznesga o'tib ketgan. Show biznes degan o'sha biznes degan o'sha so'zi bo'ldi. Misol uchun bitta qadamni pulsiz qilmaydi. Misol uchun shuni faqat shuni o'ylaydi, pulga qarab, mablag'ga qarab, mana shu anaqaga qarab ketgan raqqosalar, san'atkorlar hech qachon endi anaqasini bo'lmaydi, o'zini yo'lini topmaydi. Bular misol uchun xalqqa xizmat qilmayapti. Biz mana bahorda 69-yilda chiqqan bo'lsam, mana shu xoreografiya bo'lim yurtidan biza har yili bizani Mukarram Rahmal aytardiki, avvalambor respublika viloyat bo'yicha xalq eliga xizmat qilishlik kerak. Hattoki yangi programma bo'lsa ham biz oldin apkatga qilardik, shu anaqaga misol uchun oblastlarga borib, o'shalarda qanaqa qabul qilsa, keyin dedi biz chet elga chiqardik. Shuning uchun biz xalqqa xizmat qilardik. Hattoki mana ikkita cho'pon o'tirsa ham biz konsert berardik 2 отделениеda. Mas'uliyat bo'lardi. Bilasizmi, xalqqa bo'lgan hurmat bo'lardi. Eng muhimi shu. Xalqqa xizmat qilardik. O'zi san'at kim uchun? Xalq uchun. Xalqqa xizmat qilmasangiz, o'zingizga misol uchun talab qo'ymasdan o'zingizni mana shu haligi san'atda o'zingizni yaxshi ko'rsangiz nima bu? Hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi bu. San'atga mana hozir misol uchun san'atga bo'lgan e'tibor juda ham kuchli. Juda ham kuchli. Hozir bilasizmi, nima deydi? Qanaqa raqs ijro etsangiz yoki bir mehnat qilsangiz, yangi narsalar yaratsangiz, imkoniyat bor. Misol uchun-da, mana bahor ham tiklandi, Xudoga shukr. Shunga ham katta e'tibor bo'ldi. E'tibor kuchli. Lekin shu bizni ba'zi bir san'atkorlarimiz shuni qadriga yetmayapti. Men bu sahnaga chiqqan raqqosalarni men aytmoqchimanki, bularni hammasini bilasizmi nimadan boshlash kerak? Maktabi yo'q. Ustozi yo'q. Mana misol uchun ustozi bor. Lekin bizni mana ustozlarimiz, mana Isoxon Oqilov bizga anaqa shodlik ansamblini maktabi bor. Bahor ansambli Mukarrampani maktabi, Mukarrampani qo'li bor. O'shanda chiqqanimizda hammasi ajratardi. Ammo bu dedi bahor chiqdi, bu shodlik chiqdi dedi. Bu lazgi chiqdi. Bu buni maktabi, bu buni maktabi. Hozir bu maktablik yo'q. Hammasi mana bunaqa aralash-quralash, yangi maktab, yangi show biznes maktabi ochildi. Mana shu achinarli. Katta mas'uliyat bor. Mana shu o'zbek milliy raqs san'atini, mana shu oltin meros bo'lib qolgan raqslarni biza, misol uchun oqizmi, tomizmi buni rivojlantirish kerak albatta. Zamonga qarab qadam bosish kerak. O'shani biz saqlab bularga topshirishimiz kerak. Afsus, bizdan keyin shunaqa ushlaydigan san'atni, raqs san'atini ushlaydigan insonlar qolmayapti.
mana shuni bizdan bular foydalanmayapti. Bizdan foydalanish kerak. Biz juda ham katta, bizda bagaj katta, bizda anaqa bor. Maktab. Da, maktab bor. O'shani olish kerak. Hattoki mana shu maktabda ham, shu yerda ham misol uchun mana katta san'atkorlar dars berish kerak. Ko'pchiligi ko'chada hozir bilan taklif qilishmaydi. Men tushunaman, yosh anaqada yaxshi, televideniyada yaxshi, kliplarda yaxshi. Yakka raqqosa sifatida o'zimizni programmamizni yaratib, o'zimiz sahnaga chiqib, hech nima deydi, bir 10 yilmi, 15 yilmi ishlaganimda men hech qachon yallali raqsda ijro etmasdim. Keyinchalik o'zim mana Qunzapa kelgandan keyin Mir Karimova Bahor ansambliga rahbarlik qilgan paytlarda o'sha paytda mana bir Jonon piyola shunga o'xshagan yallali raqslarni sahnalashtirgandan keyin men aniq qilganman. Men hech qachon sindira olmayman shuni. Misol uchun mana yallaga chiqib, palonchini raqqosasi, palonchini o'yinchi raqqosasi degan gapga men juda ham qarshiman. Nimaga? Chunki bu faqat to'ylarda. To'ylarda to'g'ri, o'zini bitta bir haligi bugun bu raqqosasi bo'lmasa boshqasi oladi. Endi u yoqda borib haligani qilib xizmat qilib keladi. Lekin bizda bunaqa aynan haligi mana Shiralini raqqosasi yo'q edi. Shiralini misol uchun iltimos qildi, uni chiqadi, buni chiqadi, lekin bu raqqosalar o'zini ansamblida ishlardi. O'shaning uchun men hech qachon doim qarshi bo'lardim. Chunki biz ham o'zimizga yarasha o'zimizning san'atimiz bor, o'zimizning nomimiz bor. Kimgadir tegishli emas, mustaqil. Hattoki biz misol uchun raqsga tushsak, kimdir uni haligi ashulasini aytsa, biz mana endi chiqib kelgan ashulachini balkim biz unga yordam beramiz. Ko'tarilish uchun. Yüreğimge koydur baharım, mihrin çemeninden kuma cananım. Yüreğin köyünde min aşkhanım, yüreğin köyünde min aşkhanım. Yüreğimde yönümden misli karanım, yüreğimde yönümden misli karanım. Xalqqa xizmat qilib, xalq tanigandan keyin xalq ko'taradi. Bizani faqat xalq ko'taradi. Hech kim mana misol uchun yo rahbarlarmi, bittasiga yoqasiz, bittasiga yoqmaysiz, ular bizani ko'tarmaydi. Bizani xalq ko'taradi. Hattoki bular bizani tushiraman desa ham, yo'q, xalq tushirmaydi. Bundan ham baland ko'taradi. Ma'mura Ergasheva ham tanqidga uchragan yillar bo'lganmi? Tanqid qilingan, tan olinmagan. Yo'q, mana yo'q, balkim bilasizmi, balkim tanqid qilgan payti men sizga aytaman, san'atdachi do'stlik yo'q. Bu fakt. Do'stlik yo'q, это fakt. Потому что bitta ham o'zini kamchiligini bilmaydi-da, nimaga bu o'ynaydi, nimaga men o'ynayman, misol uchun. O'shaning uchun bu tarafda bizani o'rtoqlarimiz bor, lekin do'stlarimiz yo'q. Bitta menga nohaq, endi uni berasizlarmi yo'qmi, lekin bu haqiqat. Buni aytishim kerak. Bahor ansambli 2000-yilda bizani haligi binomiz buzgandan keyin biz ko'chada qoldik Bahor. Faqat Bahor emas, 4 ta ansambl, Lazgi, Tanobar, Zarafshon, Bahor. Biz hammamiz ko'chada qoldik. Shu bilan keyin juda ham og'ir vaziyat bo'ldi. Hattoki shunaqa kunlar bo'ldiki, mana misol uchun televideniya olyapti-ku, mana sizlar bilasizlar. Yo'q, Bahorda gapirmanglar. Yo'q, Mukanapani gapirmanglar. Nimaga? Nima uchun? Rosa ben kurashganman. O'shaning uchun men kimgadir yoqaman, kimgadir yoqmayman. Qiyinchilik bilan mana butun material-texnik bazani men topshirdim. 2 ta kvartiralarni topshirdim Bahorga. Bahor tiklandi. Katta rahmat prezidentimizga shu 2000-yilda bizani haligi Bahorda tiklab katta ish qildilar. Endi bundan oldin
o'sha mani tanqid bo'lgani, men hech shuni ko'tara olmadim. Bahor ansamblini yo'q bo'lishiga Ma'mur Ergashev aybdor deb shunaqa gap chiqardi. Men keyin aytdimki, Ma'mur Ergashev shunaqa kuchli ekan, o'zbek raqsida yo'q qildi, Tanovarda yo'q qildi, Ismatovani yo'q qildi, Lazgini yo'q qildi. Bahorda yo'q qildi. Keyin bular o'zi tushundi. Chunki men oylik olmadim, lekin men ishdan ketmadim. Oylik olmadim, pensiyani yarmini oldim. Lekin men 13 yil men saqlab yurdim Bahorni. Konservatoriyaning podbolida Rimapa degan bizning liboschimiz, ular ham 98 ga kirib olamdan o'tdilar. 90 dan oshgandan ham kelardilar deb biz tekshirardik kostyumlarni. U yoqdan bu yoqqa olardik, qarardik, anaqa qilardik. Shu bilan keyin bular o'zi ham tushundi. Mana eng yomon katta tuhmat mana shu anaqasi mana shu bo'ldi-da menga. Mani o'zim xarakterim shunaqaki, menga yomonlik qilib anaqasam esimdan chiqarib ketaman. Bu kerak emas. Bilasizmi, bu odamga bu zarar keltiradi-da. Ha deb o'ylab anaqa o'zingiz kasal bo'lib qolasiz. Shuning uchun men hech qachon o'ylamayman. Bo'lgan, albatta meni dushmanlarim juda ham ko'p edi. Lekin men doim aytardimki, yaxshi meni dushmanlarim bor ekan. Chunki men bularga qarab, bular meni ushlab turardi-da. Men o'zim yana formada bo'lib, yana yangi raqslarni yaratardim. Men bularga rahmat derdim. Sahnalashtirgan raqslaringiz orasida esingizda qolgani jarayon. 90-yilda men rahbar bo'ldim-da, 20 yil rahbarlik qildim. 49 yil Bahorda ishladim men. Hech kim menda hech kim ko'p ishlamadi. O'shanga men aytdimki, endi bilasizmi, balkim men shu uchun yaratilganman, shu uchun tug'ilganman deyman. Meni shu nima deydi, men shu dunyoga nima uchun kelgan ekanman deb o'ylayman-da bu paytda. Shu Karampani ishini davom ettirib, hammasini ishlarini saqlab, avaylab shu anaqalarga topshirish uchun balkim mana shunaqa menda missiya bo'lgandir. Bilasizmi, men oxirgi paytda shuni o'yladim. Endi birinchi qadami men qo'rqardim. Hozir hech kim mana bu sochim qo'rqmaydi, raqs qo'yverishadi. Bizda shunaqa mas'uliyat bo'lganki, men qo'rqaman. Как я поставлю, qanaqa qilib men saqlashtiraman. Endi men raqsga tushib yurardim o'zim. Keyin birinchi bor Fag'on kunmi Ma'murjon akani ashulalarni oldim-da, Fag'on kun klassika davronda. U paytda Furqat o'qib, ularni haligi bularni ham hayoti bilan tanishib, keyin bularni qanaqa qiyinchiliklarni ko'rib, men shuni o'zimga maqsad qo'ydimki, men aytdim, mana shu dedim, ashularni men aniq qilishim kerak deb sahnalashtirdim men. Roziya opa Karimova mana bu o'sha yerda professor bo'lib ishlab yurgan, keyin kitoblarni bir 3-4 ta kitoblarni chiqardilar, darslik chiqardilar, bir katta narsa qoldirdilar o'zlaridan keyin. O'sha meni oldimga ko'rdilar-da, keyin aytdilarki, "Молодец" dedilar. Menga juda ham raqsing yoqdi. Birinchi qo'ygan raqsim shu bo'ldi. O'zim o'rtada o'ynaganman. Oyimda sen degan Bizni xalqimiz juda ham dono xalqdi, san'atsevar, tushunadi. Xalqni hech kim aldolmaydi. Bilasizmi? Bu raqqosasini ham bizni misol uchun aybini topmasak, bular topadi. Lekin men albatta yaxshi san'atni yaxshi ko'raman, chunki biz yaxshi san'atda katta bo'lganmiz. Men shu raqqosalarni ko'rsam, albatta men xafa bo'laman birinchidan. Chunki biz sahnani muqaddas deb aniq qilamiz. Mana hindlar ham, mana sizlar yaqinda borib keldilar, hindlar ham sahnaga chiqishdan oldin sahnani o'padi. Keyin kiradi. Keyin biz misol uchun ko'chada yurgan oyoq bilan, poyabzal bilan kirmasdik. Biz albatta kiyimimizni, oyoq kiyimi almashtirib keyin sahnaga chiqardik. Opam rahmatli bizani shunga o'rgatgan, xoreografiyada o'rgatgan shuni. Bizda mana shunaqa munosabat bo'lganda sahnaga, o'zimizning ishimizga. Mana shu hamma narsa sahnadan. Hamma narsa sahnadan boshlanadi. Mana bu stanokdan boshlanadi.
Shokir Ahmedov. O'zbekiston san'at arbobi. Men juda xursandman. Shokir aka, qalay ishlamaysan? Yaxshi, ishlayapman. Qarang, biz birga ishlaganmiz. O'zi yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Da? Qarimaydi. Qariganda ham Hech qariganga o'xshamaysiz. oyoq. Qanaqa qirar, chakrar degan. Da. Mustaqil ibomillah. Shunga ham rahmat. Shunga ham shukr qilish kerak. Shokir aka. Tashqi bo'lish Shokir Ahmedov. Bu necha yilligi Shokir aka? 74-yilda ishlayman. Baletda. 74-yilda? 50 yildan Qarang. oshdi. Doktorat kelib qo'yganman. Ana ko'rdingizmi? Qoring nima ekan? Rahmat, tamom. Men ham xursandman. Yaxshi ko'rinishi yaxshi. Rahmat. ketdi. Juda ham yaxshi bo'ldi siz ko'rganim. Rahmat, Shokir aka. Omon bo'ling, xo'p. Qanaqa yaxshi bo'ldi? Tasodifan qarang. Ma'mur opa, san'atni hamma yo'nalishi baribir san'at. Ijodkor uchun begonasi yo'q. Hozir biz turgan joy Muqimiy teatri. Nima uchun Ma'mura Ergasheva O'zbekiston xalq artisti raqqosamiz teatrda degan savol tomoshabinlarda, muxlislarda tug'ilib turibdi. Men minnatdorman chunki meni eng qiyin, eng haligi og'ir paytimda ular menga bir meni yonimda turishdi. Onam 2013-yilda olamdan o'tdilar-da. Murod Rajabov rahbarlik direktor paytida meni chaqirgan edi bu teatrga. 13 yil bahorda faoliyati to'xtaldi-da. Hech qayerda ishlamadim. Keyin oyligam olmadim, pensiyamni yarmini oldim. Opam aytdilar-ki, endi Murod dedi, seni taklif qilyapti, borgin. Bordim-da, endi keyin hech afsuslanmadim. Chunki bu teatrda mana 3-4 ta spektakllarga raqslar sahnalashtirdim. Kerampani 100 yilligini mana aynan shu teatrda biza o'tkazdik. Bilasizmi, shunaqa spektakl bo'lib ketdi. Bular spektakl sahnalashtirdi-da, spektaklda butun jamoa hammasi ishtirok etishdi. Keyin hattoki qizlar, mana aktrisalar, aktyorlar sahnani orqasida yig'lab qarashdi-da. Bular o'zi ishtirok etishdi. Bu spektaklga qatnashib, bular shunaqa bir kirib ketdiki, shu vaziyatga, Mukerampani shu hayotiga, qilgan ishlariga. Juda ham ta'sirli spektakl bo'ldi. 2-3 yil ishladim men. Oxirgi spektaklim Tohir Zuhrani biz topshirdik-da, shu Tohir Zuhra spektakliga men raqslarni sahnalashtirdim-da, o'zim yarim stavkada ishladim. Lekin men afsuslamadim chunki teatr aktyorlari juda yaxshi, baletda ozgina bir ana qildim, yordam berdim mana boya Shokir Ahmedov hamda bular главный балетмейстер, hattoki Murod aka menga aytdilarki, endi keling anaqaga bosh baletmeyster lavozimiga keling dedi. Men aytdim, yo'q. Murod aka dedim, men bularni anaqasidan sakrab o'tolmayman Shokir akani. Men aytdim, Shokir aka o'zlar ishlaversinlar dedim. Men dedim yarim stavkada ishlayveraman, menga shu yetadi dedim. Juda minnatdorman shu teatrga taqdim qilaman. Chunki shular menga juda ham eng oxir paytda menga yordam berishdi. Siz baribir sahnani odamisiz-da, Ma'mur opa? Albatta. Sahnadan uzoq yillar sahnasiz baribir yashadingiz. O'sha bahor yopilgan, faoliyati to'xtalgan yillar. Ana shu sahnasiz yillar sizga nimani o'rgatdi? Bitta fikr bilan yashadim. Baribir bahorda tiklaymiz. Shundan yashadim. Umid bilan, ha? Umid bilan. Chunki men shu mana kostyumlarni hamma bu butun hali instrument deysizmi, bu taqinchoqlar deysizmi, hamma shu Mukarrama paytida bo'lgan shu butun material-texnik bazani men saqladim, asradim-da. Mana shu umiddan yashadim men. Baribir bahorda tiklayman dedim. Baribir bo'lishi mumkin emas, shunaqa kollektiv, ansambl yo'q bo'lishi. Umuman mumkin emas deb. Albatta menga juda ham qiyin bo'ldi, lekin mana shu teatrda ishlaganim menga yordam berdi, chunki men baribir san'atsiz, raqsiz men yashay olmasdim. O'sha yerda men butun o'zimni kuchlarimni, o'zim anaqalarimni mana shu yerda anaqa qildim-da. Mana shu raqslar nima deydi, raqslarni sahnalashtirib, men ozgina o'zim maza qildim. Mana shu yillar menga juda ham ko'p narsa o'rgatdi, baribir ko'p narsa o'rgatdi. Odamlarni qanaqaligini bildingiz, siz yoningizda bo'lgan odamlarning ham bir ba'zi birlari ketdi. Bir qanaqadir sinov bo'ldi menga. Baribir shu sinovdan o'tdik-da, Xudoga ming qadar shukr, baribir bahor ansambli tiklandi. Keyin mana shu teatrda ham ishladim. Mana hali-haligacha menda raqslarim bo'ldi. Ketyapti, men ham shunga xursandman. Chaqirishdi yana bu teatrga meni. Lekin baribir men o'ylaymanki, meni joyim shu bahorda. Bahorda baribir men o'zimni hayotimni bahor bilan bog'langanman. Endi hayotni ko'rdim desam bo'ladi.
Men endi Haqlisiz, yashayapman. haqlisiz. Endi. Chunki biz yoshlik paytingizda ko'p narsani tushunmas ekansiz. Yoshlik beboshlik deydi-ku. Hech narsani tushunmas ekansiz. 30, 40 yosh, 5, 50 yoshdan keyin odam hamma narsani tushunib, tajribali bo'lib, keyin bir qanaqadir narsalarga befarq bo'lib, ayniqsa mana shu hozir mana nozik yoshga keldim. Men yoshim yetmayman-ku, lekin nozik 18 yosh. 18 emas-ku, 18 plus 2. Staj yetmayman. O'sha nozik yoshimdan mani ko'zim ochildi desam bo'ladi. Endi umuman opamni 13-yilda opam rahmali onam rahmali olamdan o'tgandan keyin bir gap bordi. Men shuni juda ham men uchun ta'sirli bo'ldiki, biz dedi marhumlarni ko'zini yopamiz, lekin bular bizni ko'zimizni ochadi dedi. Haqiqatan ham onamni shu o'tganlardan keyin meni ko'zim ko'p narsaga ochildi. Onani vafoti sizni ulg'aytiribdi dedi. Da. O'shandan keyin umuman dunyoqarashi o'zgardi. Keyin mana shu yosh o'tgandan keyin hamma narsani tushunar ekansiz. Keyin mana shu ayrim mana shu vaziyatda kim do'st sizga, kim o'zi prosta yoningizda yurgan odam, hammasi saralab, keyin bir ikkita haqiqiy do'stingizni topar ekansiz. Keyin bilasizmi, hozir hech narsadan odam hech narsani o'ylamaydi. Misol uchun men anaqa qilardim, bitta gapga xafa bo'larmidim yoki bir anaqa vaziyat bo'lsa, yuragimga juda ham yaqin olardim-da. Hozir bo'lsa qo'yib yuborganman. Men aytamanki, Allohim bor. Nimaga men anaqa qilishim kerak? Nimaga men nima deydi, bir hayajon bo'lishim kerak yoki hamma narsa Allohdan. Kimga nima deyishni va qayerga qanday mana shu hozir yoshim menga juda ham yoqadi. Chunki men uchun juda ham komfortli yosh. Nimaga deng? Chunki hamma narsaga men befarq bo'lmadim. Lekin ko'p narsaga men kerakli darajada qaraydigan bo'lib qoldim. O'shaning uchun keyin meni tajribam, o'tgan qiyinchiliklarim, shu orqamdan haligi bo'lgan shuncha men tashvishlarim, ishlarim hammasi ortida qoldi. Lekin menga qo'limga nima berdi? Tajriba berdi, aqlga yana aql qo'shildi. Odamlarni qaysi jihatlari yo sifatlaridan xafa bo'lasiz? Befarqlik. Bilasizmi? Befarqlik, keyin eng yomon ko'rgan meni bitta anaqam bu hasadlik. Keyin ko'rolmaslik, eng yomon narsa mana bu ko'rolmaslik. Ko'p narsa shundan chiqadi. Odamni hayotini ham buzadigan shu bo'ladi-da. Eng yomon narsa tuhmat. Odamni shu dilini olishga qo'rqaman men. Bilasizmi? Men o'zimni shunaqa xarakterim borki, menga xushchaqchonman, anaqalarni yaxshi ko'raman, hazillarni yaxshi ko'raman-da, keyin balkim ba'zi bir mana shu hazillarni balki men misol uchun kimnidir dilini olishi mumkin. Men shundan qo'rqaman. Ma'mur opa, siz o'ynagan o'sha tanovor bormi yoki fig'on kim bormi? Boya suhbat avvalda eslab o'tdingiz. Munojat. Hammasi klassik raqslarda bular, betakror, o'lmas, tarixiy raqslar, lekin ularning orqasida raqqosalikdan ham ulug'vor ayollik darajasi va qismati bor. Ya'ni Ma'mura Ergashevani shu ayollik taqdirida sizni mana shu hayot pillapoyalaringizni qaysi raqs nomi bilan atardingiz? O'xshatish mumkinmi shunaqa? Mani hayotim albatta shu raqs orqali ifoda etiladi, chunki mana misol uchun tanovor nima uchun men 30 yoshga kirganimdan keyin ijro etganman. Opa rahmali ham aytganlar. Lekin munojatni menga sal vaqtli o'rgatdilar, munojatda. Tanovor aytdilarki, men o'zim o'ynayapman, hozir sizlarga hali vaqtli. Tanovorni keyin meni yoshimga yetganinglardan keyin, issiq sovunni ko'rib, achib-chularni ko'rgandan keyin sizlar ijro etsanglar, sizlar keyin tushunasizlar. Qarang, raqs ham tajriba bilan bog'liq. Albatta, chunki buni hammasi, har bir raqsning o'zini yoshi bor. Deysizmi? Misol uchun mana hozir men Larzon raqsini ijro etsam bo'ladi-ku, lekin menga u yarashmaydi, chunki u yoshlarga yarashadi. Shunaqa yoshga qaragan raqslar bor. Shularning ichida mana tanovor, siz juda ham yaxshi savol berdingiz. Haqiqatan ham mana misol uchun boshimdan o'tgan shuncha qayg'ular, mana ayollarni mana bo'lgan ayrilish bo'ladi, sevilish bo'ladi, keyin bir aldalish bo'ladi, hamma narsa bo'ladi ayol boshida. O'shani bu bilasizmi, mana shu meni hayotimda bo'lgan mana shunaqa voqealar meni raqsimni boyitardi. Chunki mana shu qalbdan bizni chiqaramiz-ku hamma narsani. Hali aytadiki, raqs bu
taningiz bilan yuragingizni dialogi deydi. O'shaning uchun mana butun mana boshimdan o'tgan ayollik mana timsolim, ayollik mana bir qayg'ularim hammasi mana shu tanovul orqali, munojat orqali chiqadi. Juda ham siz yaxshi savol berdingiz menga. Haqiqatan ham. Chunki mana misol uchun tanovul o'ynaganingizda baribir siz mana misol uchun chiqib kimnidir qidirasiz. Tanovolda o'zi shunaqa bor. Qidirib yorini anaqa qilib qaraydi, yori kim edi, bu nima deb sevgi izhorini etadi, butun dardini, butun yuragini ochadi. O'shaning uchun mana shu mana o'zimning tajribam, mana o'zim hayotim, boshimdan o'tgan hamma hayotlar, mana shu voqealarim hammasi haqiqatan ham shu munojat bilan tanovul orqali chiqadi. Boshini olaylik. Ketdik. Opa rahmali ham aytardilarki, menga hech qachon kim Mukarramxon raqsni tashlang o'ynayman desa, men uchun dushmandirdilar-da. Opa rahmali o'lguncha mana umrlarining oxirigacha Opa rahmali o'ynadilar. 78-yilda aprel oyida oxirgi marta Tanovarda ijro etdilar. 26-noyabrda olamdan o'tdilar. Keyin o'shadan больницаga tushganlar. O'ynaganingizga shunchaniqa Xudoga shukr deyman. Lekin baribir o'zidan o'zi 20 yil bermagan. Chunki juda ham qiyin, sahna juda ham ko'p kuchingiz olib ketadi. Keyin baribir yoshlik sahnada yoshlikni yaxshi ko'radi, yoshlarni yaxshi ko'radi. No, baribir o'z vaqtida ketish kerak. Ketishni bilish ham kerak. Da. Eng muhimi shu. Bu katta san'at, vaqtida ketish. Umr bahor bilan qishning orasi. Kimdir yozga yetmas, kim qishni ko'rmas. Belgilab berilgan har kimning o'rni burgutning parvozi zog'larga emas. Onamning ta'rifsiz issiq quchog'i, ko'zmunchoqlik beshik, jajji o'yinchoq, oftobning nurlari shamol qo'shig'i, ilk bor izim tushgan qadrdon tuproq. Yurib boraverdim orzular sari, yiqildim, tik turdim, yig'ladim, kuldim. Yoshlikning oromsiz kechalarida avjlandi orzular, gulladi ko'nglim. Yo'llar quvonch bilan qayg'u orasi. Topdim va yo'qotdim, oldim va sotdim. Ba'zida duolar ichida qolsam, ba'zan boshdan oyoq gunohga botdim. Bebahra bo'lmadim, shukr taqdirning ajib mukofoti jazolaridan odamzod donoga aylanib borar. Ibrat olsa xatolaridan. Kimnidir ranjitgan bo'lsam, ming uzr. Sochimdagi oqlar haqi kechiring. Ko'nglingizda yongan g'azab olovni meni ko'z yoshlarim bilan o'chiring. Ko'zingiz oldida turar ko'zlarim, yomg'irga aylanib yog'arman balki. Ketsam uchib ketmas bosgan izlarim, yodingizda mangu qolarman balki. Umr qo'shig'imning so'zlari shunday. Shunchaki kelmading, shunchaki o'lma. Tillardan tilga ko'ch, tirik dostonday, o'lsang ham yashagin, yo'q bo'lib ketma.